yo'limizga Ketdi. Ukamni yechay. Vamsi ichmaysan, terlab pishib ketsang ham, o'zingni uyingga borganda ko'talang yurmaysan, menga desan. Davay, kutga derasan. Voy nima beryapsan? Yoqda emasmi? Isitib ber. Aya, xolodis istirmaydi-ku. Ey, meni boshimda olib isitib berasan. Qaynonang zahar gapini eshitgandan ko'ra, nevaralarim xalidek sho'rva ichgani yaxshi. Aya, siyaman. Obid ko'chada gradus qanaqa? Aha, havo harorati -2. Shamol sharqdan sekundiga 482 km tezlikni yetyapti. Inson hayoti uchun xavfli emas, lekin nevaralaringiz tuyma nozikligini hisobga olganda bola ketish yo'talib qoladi. Nima qilamiz? Gashga gap qilaman. Birinchi TV'ga ketishga tayyor. Nask kiydirdingmi? Ha, 8 qavat. Gamashchi. O'zimnikini bo'lib 200 ga kiydirib yubordim. Malades. 2 qavat chapda 4 qavat jemper, 2 kurtka hammasini kiydirdi. Bucha. Obid, mana u deychi. Ana. Ish qilib esonaman uyga yetib olsin-da. Kelin, men sizga nima deyapti? Har doim shu ahvol. Ayangiznikiga kelasiz, bolalarni kasal qilib ketasiz. Ha, onasini deb o'zlaringizda tomdan tumalib ketsan hech bola qilmaydi. Bola shit katta bo'lardi debdi. Bizaki kim adashib deb qo'ysa bo'ldi. 3-chi jahon urushi boshlanadi.